Xo'p, avvalambor assalomu alaykum. Men hech qachon videolarimga like yoki komment so'ramaganman. Birinchi marta iltimos qilyapman. Qo'ldan kelgancha like bosib, videoni tarqatib qo'yinglar. Seul shahrida bitta farg'onalik vatandoshimiz kasal bo'lib yotibdi. Ko'pchilik ko'rdi. Avaz akaga aloqaga chiqqan ekan. Avaz aka bunaqa ishni yig'ishtirganman debdi. Bunaqa ishga aralashmay qo'yganman debdi. Elchixonani bunaqa ishlarga vaqti bo'lmaydi. Aniq, o'zining ishi o'ziga yetarli. Endi o'sha paytda Avaz akani negativ yozayotganlar, ehson pulini yedi deyotganlar, qani birortalang chiqib yordam beringlar qo'lingizdan kelsa. Bu negativ emas, shunchaki taklif. Nechta bo'lsalang, hammalang chiqib yordam qilaveringlar. Biz tashlab beramiz ehsonni. Borib video qilib o'shani urganinglar. Avaz akaga o'xshab kasalxonani puldan chegirma qilib o'sha yerda turinglar. Biz ehsonni yesalaring ham rozimiz, chunki o'zimizdan ortkizib bitta ehsonga, bitta bemorga 10,000 won ehson qilardik xolos. Bitta bir oyda bitta kofeni kamroq ichib 10,000 won ehson qilardik o'zimizdan ortkizib. Endi asl muammo bunda emas. Kim bo'lsa ham Avaz akami, avvalambor Avaz aka o'zingizdan iltimos qilamiz. Iloji bo'lsa qaytib o'zingizni ishingizni davom ettiring. Agar qo'lingizdan kelmasa, yo'q, qilmayman deydigan bo'lsangiz, ixtiyor o'zingizniki. Majburlamaymiz. Boshingizdan o'tgan ishlar bilamiz. Uni o'rniga mana shu Koreyada auditoriyasi kattaroq bo'lgan blogerlardan iltimos qilamiz. Mana shu ishni davom ettirsa, hop, misol uchun ketgan rasxodlari o'sha kasalxonaga borib o'rganishi, bir kun vaqt ketadimi, iloji boricha chegirma qilib gaplashishi, 2 kun vaqt ketadimi? 2 kunda qancha pul topadi? 200 mingdan 400 ming topadimi? Mashinasining gazlari, umuman hamma rasxodini ehson pulidan olib qolsa ham biz rozimiz pulimizga. Bergan pulimizga mingdan ming rozimiz. Faqat shu ishni kimdir davom ettirsin, iltimos. Men o'zimdan qiyos hozir soat 5 bo'ldi. 5 da turib ishga ketishim kerak, kechqurun 7 da kelaman. Oilam bilan gaplashgani arang vaqt ajrataman. Mana shu ishni qilayotgan odamni ko'ra olmasdan u dedilaring, bu dedilaring oxiri mana yig'ishtirdi, yo'q qildi. Endi mana chiqib birortalang davom ettiringlar. Biz ashi qilgan ehsonimizga mingdan ming rozi edik. Yegan bo'lsa ham mana aytyapman, qiyomatda ham Xudoning oldida ham so'ramayman. Mingdan ming roziman yegan bo'lsa ham. Mana kimdir chiqib davom ettirsin endi. Rahmat hammaga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.